Top universitetiga kirish uchun CV faqatgina bezatilgan hujjat emas, balki sizni professional kuchingizni 10 va 20 soniyada ko'rsatib beruvchi strategik hujjat hisoblanadi. Va bu yerdagi eng muhim va oddiy qoida bu CV sizni trayektoriyangizni ko'rsatib berishi va komissiya a'zolari o'sha CVni ko'rgan paytida bu bola, bu qiz juda ham kuchli ekan va bunga investitsiya qilsak, bundan-da kuchli bo'ladi degan fikrga kelish kerak. Harvard CV Guide ga ko'ra, CV akademik yutuq va tajribalarni ko'rsatib, professional obrazni shakllantirishga maslahat beradi. MIT esa CVni o'qishga qulay formatda bo'lishini, aniq bo'limlar va skanerlashga oson bo'lishini ta'kidlab o'tadi. Keling sizlar bilan eng muvaffaqiyatli CV haqida bugun gaplashamiz. Xo'sh, muvaffaqiyatli CV qanaqa bo'lishi kerak? Birinchi qatorni o'zi kuchli bo'lsin. Birinchi qatorda aynan CVda tepasida bo'lishi kerak bo'lgan narsalar. Bu sizni ism-familiyangiz, emailingiz, telefoningiz, LinkedIn yoki bo'lmasam Google Scholar'ga o'xshagan linklarni qo'ysangiz bo'ladi va bundan tashqari siz qayerda basedsiz? Based in Tashkent, Uzbekistan, masalan. Va siz kiritmaydigan narsalar bor. Umuman CVga kiritilmaydigan narsalar bu pasport info, tug'ilgan sanangiz yoki bo'lmasam turmush qurganmisiz yoki qurmaganmisiz, bu siz hiring committeega yoki bo'lmasam educational committeega umuman qiziq ma'lumot hisoblanadi. Va rasm. Hozir bu to'g'risida ham aytib o'tib ketaman, nima uchun rasm har safar qo'yilishi yaxshi emasligini. Va bitta narsa bor, referencelar, referencelarni sirazi qo'shib qo'yish. Ba'zi bir joylarda qo'shish kerak, ba'zi bir joylarda qo'shish kerak emas. Rasm qo'ymang deganimda qisqacha ma'lumot berib ketmoqchiman. AQShda CVda ko'pincha rasmlar qo'yilmaydi. Yevropada esa o'zini format bor, Europass degan u joyda rasm qo'yishingiz kerak. CV o'z umuman sizni spravkasi hisoblanadi. Sizni aynan akademik, professional backgroundingizni ko'rsatadigan 2 yoki 3 varaqli qisqacha strategik hujjat aytib o'tganimizdek. Va agar siz hozir o'qishga topshirayotgan bo'lsangiz, doim educationni birinchiga qo'ying. Agar mabodo siz bu CVni ishga kiritmoqchi bo'lsangiz, bunda siz work experience'ni birinchi o'ringa qo'yishingiz kerak bo'ladi. Bugun esa sizlar bilan aynan education haqida gaplashar ekanmiz. Siz education bo'limini tepaga qo'yishingiz kerak va u sectionda aynan nimalar kerak? Universitetda nomi, degree and majorda nomi, siz o'rtacha GPA'ingiz va qachon bitirgansiz, graduation date bo'lishi kerak. Albatta qanaqadir relevant coursework, masalan, kurs ishlari yozgansiz, o'shani ham qo'ysangiz bo'ladi va bundan tashqari sizni thesis, diplom ishingizni yozib ketsangiz bo'ladi. Agar mabodo ballarni qo'shmoqchi bo'lsangiz, so proudly bo'lsangiz, bemalol qo'ysangiz bo'ladi. Masalan, A+, B+, B qilib. Masalan, men education bo'limida BA with honors qavs ichida bo'ladi. University of World Economy and Diplomacy, majoring in international relations and minoring in world politics deb yozaman, GPA ni ko'rsataman, thesis workimni ko'rsataman. Xuddi shunaqa formatda qo'yamiz. CV o'zi aslida aytib o'tganimdek, maksimal 3 varaqli strategik hujjat hisoblanadi. Siz akademik va professional yo'lingizni ko'rsatib beradigan. Va unda qanaqa sectionlar bo'ladi? Asosiylari: education, work experience, additional information yoki /extracurricular activities qo'yiladi va qolganlari optional. Masalan, research abilities or research experience desangiz bo'ladi. Yoki bo'lmasam volunteering experience deb alohida additionaldan tashqari qo'ysangiz bo'ladigan bu optional sectionlar hisoblanadi. Va bu sectionlar sizni o'sha topshirayotgan universitetingizdan yoki bo'lmasam topshirayotgan ishingizga qarab to'g'rilanadi. CV bu statik hujjat emas, u doimo dinamikada bo'ladigan, doimo o'zgarib turadigan hujjat hisoblanadi. Yana bitta asosiy sectionlardan biri bu work experience. Aytib o'tganimdek, agar ishga topshirayotgan bo'lsangiz, work experience'ni education'ni oldin qo'yasiz. Agar o'qishga topshirayotgan bo'lsangiz, education birinchi o'rinda turishi kerak. Work experience'da u yerda siz vazifani emas, aynan ko'proq yutuqni ko'rsatishingiz kerak. Qanaqa bo'ladi? Ko'pincha work experience'da siz oxirgi ishlayotgan, hozirgi yoki ishlayotgan ish joyingizni ko'rsatasiz va xronologik tarzda teskariga qarab yurasiz. Birinchisi eng mana hozirgi muqim ishlayotgan o'sha faoliyatingiz, keyin pastdagilari 1 yil oldin, 2 yil oldin, 3 yil oldin nimalar bilan shug'ullanganingizni ko'rsatib o'tasiz. Va bular aytib o'tgandek sizga yoki bo'lmasam ko'proq o'sha commissionga, educational commission bo'lsin yoki bo'lmasam hiring commission bo'lsin, relevant bo'lish kerak, ularga tegishli bo'lish kerak.
va u yerda umuman total sizni work experience years chiqib keladi. Bundan tashqari, har bir punktda yozilishi kerak bo'lgan narsa bu yerda kompaniya nomi, o'sha kompaniya yoki tashkilot nomi, yillari va u yerda siz nimalar qilgansiz va qanaqa rezultatlarga erishgansiz. Albatta bu narsalar ko'rinishi kerak. Misol uchun, I worked in this in that bo'lmasam team bilan ishlagan bo'lsangiz I led the team of la va keyin results o'sha joyda qo'shib ketsangiz bo'ladi. Masalan, bunga qanaqa bo'ladi? I built a webinar with 10k people, outreaching, I don't know, 20k people. Xuddi shunga o'xshagan rezultatlarni ham berib ketsangiz, sizga o'zingizga ham oson bo'ladi va CVs impact ko'rinadi odamlarga. Endi educationni gaplashdik, work experience'ni gaplashdik. Endi ko'proq optional sectionlar haqida gaplashamiz. Buning ichiga birinchi xayolimizga keladigan narsa bu honors. Siz qanaqadir honors yoki awards, scholarship olgan bo'lsangiz, albatta ularni ham berib keting. Bu yerda ham sizga eng kerakli bo'ladigan narsa honor yoki scholarship yoki awardni title'i, asosiy o'sha qanaqa yozilgan bo'lsa, xuddi shunaqa berasiz. Qayerda olinganini yozasiz va sanalarni yozasiz va nima uchun berilganini albatta yozib o'tishingiz kerak bo'ladi. Bu sizni o'sha educational bo'ladimi yoki bo'lmasam career pathdami yordam beradigan zo'r optional lekin juda ham zo'r section hisoblanadi. Keyingisi, siz masalan qanaqadir o'sha extracurricular activitiesda qatnashdingiz, conferences, seminars, forums, hammasini bitta sectionga yozsangiz bo'ladi. Xohlasangiz extracurricular deb o'sha boshqa section nomini o'zgartirsangiz bo'ladi. Lekin ma'nosi bitta qolishi kerak. Siz o'sha akademik hayotdan tashqari qanaqa ijtimoiy hayotda faol bo'ldingiz, qanaqa konferensiyalarda qatnashdingiz, qanaqa seminarda ishtirok etdingiz, qanaqa forumlarda kim bo'lib ishtirok etganingizni yozishingiz kerak. Organizatormi yoki participantmi? Bu yerda ham siz beradigan kerak bo'lgan narsa o'shani to'g'ri title'i, location'i, time endi nimalar qilingani va qanaqa rezultatga erishganingiz. Qisqa qilib aytadigan bo'lsak, hamma sectionlar bir-biriga o'xshaydi. Shunchaki ularni mavzuga moslab, по полочкам надо разложить va shunaqa qilib siz educationgami yoki careergami ishgami topshirsangiz bo'ladi. Qisqacha sectionlar haqida ma'lumot shulardan iborat edi. Umuman CVda siz nimadan avoid qilishingiz kerak, qanaqa xatolar takrorlamashingiz kerak. Bu juda ham general qilib, vodolits qilish kerak emas. Qaysidir joyda siz agar nimadir yozmoqchi bo'lsangiz, albatta raqamlarga, faktlarga tayanib ish tuting. Nafaqat shu qilgan ishingiz, balki o'sha qilgan ishingiz kimlarga, nechta odamlarga foyda berganini ham ko'rsatib o'tishingiz kerak. Va har aytganimdek, CV bu statik hujjat emas, bu dinamika bo'lishi kerak. Har doim qaysi o'qishga topshiryapsiz yoki qaysi ishga topshiryapsiz, o'sha ishga yoki o'sha o'qishga moslab topshirishingiz kerak. Relevant experience yoki relevant educational experience hammasini ko'rsatishingiz kerak. Va uchinchisi, siz o'sha qochadigan narsa qanaqadir rasmlar, illyustratsiyalar, diagrammalar, keraksiz bo'lgan ma'lumotlar hisoblanadi. Bularni qo'yib ketish. Bu sizdan hech kim so'ramagan bo'lsa, buni qo'ymang. Bunga alohida portfolio degan dokument qilsangiz bo'ladi. O'sha joyda bemalol hamma narsani ko'rsatsangiz bo'ladi. Bir nechta o'quvchilarimizda Avstriyaga ketishga sababchi bo'lgan muvaffaqiyatli CV sample'ni meni Telegram kanalimda Hayot Talks'da ko'rishingiz mumkin. Bemalol tekinga o'zingiz uchun yuklab oling. Sizlarga CV haqida bermoqchi bo'lgan qisqa va lo'nda ma'lumotlar mana shulardan iborat edi. Agar sizga video manzur bo'lgan bo'lsa, bizga albatta obuna bo'ling. Bu videoni CV yozmoqchi bo'lgan, maqsadlari katta bo'lgan, umuman ishga kirmoqchi bo'lgan, o'qishga kirmoqchi bo'lgan o'g'il va qizlarga, talabalarga yuborib qo'ying. Izohlarda bizni qo'llab-quvvatlang va albatta bizga obuna bo'ling.